mumkin. Ikkinchi darsimiz uchburchaklar. Uchburchaklarni biz guruhlarga, turlarga ajratib chiqamiz. Tomoniga qarab 3 turga ajratamiz. Birinchisi o'tmas uchburchak. Ya'ni bir mana shu tomoni o'tmas bo'ladi. Misol uchun 130 90 gradusdan baland bo'ladi. Ya'ni bu 90 gradusdan baland alfa bo'ladi. Bu alfa deb olamiz. Ikkinchisi o'tkir burchakli uchburchagimiz. O'tkir burchakli uchburchak 90 gradusdan kichkina bo'ladi. 90 gradus alfa, kichik alfa. Mana bu alfa bo'ladi. Keyin uchinchisi to'g'ri burchakli uchburchaklar. Ya'ni 90 gradus ostida bo'ladi daryo. 90 gradus. Mana bu 90 gradusda tushadi. Keyin esa tomonlarga qarab, to'rtinchisi tomoniga qarab teng yonda. Ya'ni yon tomonlari teng bo'ladi bu yoqlar. Beshinchisi teng tomonda. Barcha tomonlari teng bo'ladi. Bu yoq ham, bu yoq ham, bu yoq. Oltinchisi esa turli tomonda. Hamma tomon har xil bo'ladi. Shunday guruhlarga ajraladi.